bilasizlar, oxirgi storyamni o'chirib tashladim. Kenim haqida, kenimni o'rtoqlari yozgan kenim haqida kommentariyasini o'chirib tashladim. Akam telefon qildi, chunki qo'y anaqa qilma, tinch o'tir. Kenim haqida gapirma, iltimos dedilar. O'shanga anaqa qildim, o'chirib tashladim. Просто men bu storyam bilan kenimni sharmanda qilish niyatim bo'lmagan. Bunaqa niyatda qo'ymadim men. Просто qizlar akamni ham masalan kimdir ko'rgan, ko'rmagan odamlar bilan men bu yerda ko'rganman deb tuhmat qilib yozganlar storyga qo'yib o'tiribdilar-da. Masalan, odamni bitta gap aytaman, odamni tuhmat qilib yomonlik qilish bittadada, oson juda ham, lekin uni oqlash, uni nomini oqlab olish, shuncha yil yig'gan obro'sini oqlash juda ham qiyin. Shuning uchun meni ham hozir keyin akamning gapidan keyin vijdonim qiynaldi-da, keyin olib tashladim. Mayli, men boshqa gapirmayman, sizlarga omad. Vaqtli o'tdi, yangi yil keldi. Yangi yil gaplashamiz videoni, qo'yilgan video haqida. Yangi yil bo'ldi, biz bordik, kurortniy joyga bordik. O'tda birinchi kunimiz zo'r o'tdi. Hammamiz maza qildik. Endi ikkinchi kunga keladigan bo'lsak, ertalabdan biz zavtrga chiqdik. Chiqishimni bilaman, ona bola, kichkinasi bilan onasi meni miyamni уже boshlashdi dabit qilishga. Voy, ensaligini qotirib yurishadi ertalabdan. Voy, ana boshqalarning kelini ertalabdan turib zavtrak qilyapti. Mana anaqa eringni peshining yaltillagan ekanki, sani ering senga yangi yil bunaqa qilib beryapti deb yana mingta gap bilan shu boshimni qotirishni boshlashdi. Mayli dedik. Chiqdik. Men уже настроением yo'q yuribman, chunki men miyamni qotirib tashlashdi. Qaynopam so'radilar, nima bo'ldi dedilar. Mana shunaqa bo'tsam, indama dedilar. Indama, eshitmaganligi ol, indamasdan yuribdilar. Xo'p dedim. Xullas bizni boshqa villasiga ko'chdik. Soat где-то 3:30 edi. 3:30 и tug'ilgan kunda tabriklashga tort olib kelingan edi. Ana o'sha tort stolda turdi. Qaynopam qizlari shokolad yaxshi ko'radi-da, ko'p. Shokolad, Mersi shokoladni yeb o'tirganda o'sha tortni oldiga qog'ozi tushib qolgan edi. O'shanda mana kichkina qiz shunaqa aqlliki, mana eshitdinglar, hozir aytib beraman sizlarga. Tortni qaynam o'tirdi-da, men o'tirishimni bilib turib, sen qog'oz qo'yib qo'yding, ataydan dedilar menga. Men televizor yoqmayman-da, bola uchun yoqib beraman. Chunki biz yangi ko'chuvdik-da villaga, televizorga tushmayapti-da. Keyin men aytdimki, "Oyijon, men qo'ymadim buni, ana Jasminni yeb o'tiribdi" dedim. Bola yeb o'tiribdi dedim. Shunaqa desam, keyin "Yo'q, sen ataydan qo'ygansan" dedi qaynonam menga. "Yo'q, sen ataydan qo'ygansan" dedi qaynonam menga. Keyin qaynopam qizlar, "Yo'q, buvi, uni men yeb, men qo'yib qo'ydim o'sha yoqqa" deb turibdi kichkina qiz, urush bo'lmasligini bilib. Chunki u qiz har doim kichkina qiz, mana bola. U bolani fikri kattalarnikidan zo'r ishlaydi. U har doim meni yonimga olgan kichkina qiz bo'lib turib, meni gapirsa, "Kelinjonni vobshe gapirmalaring. Kelinjon senlarga nima qildi? Uni aybi derdi, senlarga shuncha xizmatlaringni qilib, yaxshi kelin bo'lib o'tirganimi, bola tug'ib berganimi" deb nagli yetardi shu kichkina qiz. Shu bilan keyin qog'oz men qo'ydim dedi. Yonimda qaynukam o'tiribdi, kichkina qaynukam o'tiribdi. Qaynonam men bilan urushib ketdi. Keyin qaynonamga gapirdim men. Men qo'yganim yo'q deb turibman-da. Olib tashavomizda, yo'qmisam. Qaynonam dabit qilib yotibdi-da, tepadan kumushga tushib keldilar. Kichkinasi, "O, deyapti, sen deyapti, nimayman onamga unaqa gapiryapsan" deyapti. Keyin kichkina qaynukam, "Sen vobshe aralashma" dedi qaynukam. O'sha ularning yuraklari qabul qilmaydi u narsaga, qaynotamni. Bolalar ham yo'da chinqirab qolishdi, bu yoqdan erim tushdi. "Sani ana xotining, sizni xotiningiz" deb menga napadat qilishdi. Baxtimga qaynukam yonimga oldi o'shanda. Men o'z ko'zim bilan ko'rib turibman dedi. Bu yerda nimalar bo'layotganini, unaqa bo'lgani yo'q deb qaynukam yonimga olib akasini miyasiga qo'yib qo'ydi, shu narsani tushuntirib qo'ydi akasiga. Lekin akasi onasini oldida meni yonimga olmasligi uchun meni ayblovdi. Uni men to'g'ri tushundim. Kechagi sinyakka erim urgan degani uchun aytibman. Momotalo bo'lib, o'zi kalta yegan o'shanda menga Alloh bor, Alloh hamma narsani ko'rib turadi. O'zi kalta yegani uchun shu narsa bu. Keyin shu bilan hamma tarqaldi. Qaynopam ketdilar uyga, Toshkentga qarab, "Sizlar bilan yangi yil kutmayman" dedilar. Tarqalib ketdi. Shu bilan hamma tepaga chiqib ketdi, u qildi, bu qildi. Xullas yangi yil bo'lmadi.
Biz qaytib keldik. Endi qaytib keldik, ertasi kuni emas. Men sразу kechirim so'radim o'sha payt. Chunki uyda qovot tumshuq qilib yurishi, meni taniganlar biladi. Men hech kim bilan qovot tumshuq qilib yura olmayman. Men hammadan kerak bo'lsa uzrimni so'rayman yoki yaxshi gapirib ketaman. Kechirim so'radim, agar mendan o'tgan bo'lsa deb. Chunki men uni yuzini ko'rib to'g'risi achinib ketdim-da. Keyin shu bilan o'sha urush bo'layotgan paytda sanidi bo'ldi, endi ajrat deb aytganlarda qaynonam, yo'q, men ajratmayman dedim. O'zinglar pishirgan osh, endi o'zinglar yeylar deb chetda o'g'limni oldimda tepaga qarab chiqib ketdim. Pastda turdim. Shu bilan urmaymiz deyishganligiga endi aytib beraman. Menda jajdaligi qolib ketdi ona bolani. Tushundinglarmi? Mana shu istoriyadan keyin jajdaligi qolib ketdi. Biz uyga bordik ertasi kuni. Hammamiz joy-joyiga o'tirdik. Xullas hamma yana shu rejimga tushib oldim. Bir kuni o'g'lim bilan men uylarni tozalab chiqdim. Bitta dona Marjonaning xonasini yig'ishtirmanman. Joyi yoyilib yotgan ekan, men kirib yig'ishtirmanman. Kiyimlar yoyilib yotgan ekan, men kirib yig'ishtirmanman. Keyin ular kelishdi, umraga ketishligidan oldin. Kiyim-kechak bilan kelishdi. Yangi kiyimlar olishgan ekan o'shanda. Xullas, tepaga chiqib ketdilar xonalariga, opa. Tepaga chiqib ketdilar-da, keyin xonalarni ko'rdilar. Pastga tushdilar. Nima siz meni xonamni yig'ishtirmadingiz? Meni xonam yoyilib yotibdi deb men bilan urushmoqchi bo'ldi. Keyin men aytdimki, meni vaqtim bo'lmadi o'tga chiqishga dedim. O'zim xonamni ham hali qilib bo'lmadim-da, chunki o'zim xonam emas, garderobni ham qilmadim. O'zim xonam sразу yig'ishtirib olardim turishim bilan. Keyin shu bilan nimaga qilmadingiz deb meni napada chiqib ketdilar. Keyin men shu vaqtim bo'lmadi dedim. Keyin qaynona aytdilar, senga u to'g'ri gapiryapti dedilar menga. Tushunmadim dedim. Hozir kelib men bilan urushmoqchimisizlar dedim. Shunaqa desam, agar men bilan kelin bo'lmaganimda, meni ham duxim o'zimga yarasha yetadi ular bilan misol urush uchun-da. Keyin sizlar men bilan urushmoqchimisizlar desam, keyin nima dedilar? Yo'qshim, meni anaqa sansirab ketdi. Sen onamga gapiryapsan deb. Men meni sallayapsan dedim. Keyin meni sallagani uchun meni sallayapsan dedim-da. Menga yopishib ketdi, uribdi, urmoqchi bo'lib. Meni urolmadi o'sha paytda. Keyin u bo'ldi, bu bo'ldi. Onaning isterikasi boshlandi. Menga yopishib ketgani uchun, qizini o'zimdan itarganim uchun sen meni qizimni urdingga tushdi. Ona meni ushlab olgan, ko'rsanglar. Qiziga unaqa, hozir aytib beraman sizlarga. Anaqa qizimni urma deb meni himoya qilyapti-da, qattiq ushlab olganda, lekin qizi urib yotibdi, tushunasizlarmi? Yana nima bilan? Bizning uyda bunaqa salfetka bor-da, salfetka qo'yadigan tilla rangdan bo'ldi. Ana o'shan bilan, o'sha narsa bilan urganda, qaynonam bu yoqda meni ushlab turgan. Men o'sha uvillab yig'laganman. Uvillab yig'laganimda qaynisinim videoga olib meni, aka mana qarang, xotiningizni uvillab shantaj qilyapti, bu to'g'ri qilarkansiz, bu bilan yashamaysiz, buni anaqasi siz aytsangiz biz ishonmasdik deb tepamda turib videoga olganida, o'zingniki ham gapirgan, hadeb menikini gapirmasdan deb yig'laganman o'sha payt. Ko'zim to'la yosh, qaynopam kutib turibman kelishlarini, keldilar, meni ko'rdilar. Ular meni o'zi mana qarashimni o'zidan bilib olardilar nima bo'lganini. Qarashimni o'zidan bilib olardilar nima bo'lganini. Menga bundoq qoshlarini qoqyaptilar, tinchlikmi deyaptilar. Keyin aytib beraman. Hozir emas deb. Chunki bizani umuman yolg'iz qoldirishmadi, negaki hozir qaynopasiga aytib beradi deb. Ular lekin уже analizировать qilib bo'ldilar meni ahvolimni. Keyin sразу onalarni oldilarda. Nima bo'ldi, Lazi, nima ko'zlaring shishib yotibdi? Asalim kim xafa qildi deyaptilar menga. Keyin men aytaman, yo'q, hech nima deyapman, hech nima bo'lmadi deyapman, lekin ular bilib turibdilar, уже analiz qilib bo'lganlar. Nima bo'lganini. O'shanda ham men ota-onamga aytmaganman. Uyimda meni mana shunaqa bo'lyapti, urushdi meni deb. Chunki meni bitta suyanganim shu meni qaynopam bo'lgan. Ivitoga gapiraman desam gap ko'p, уже meni miyam og'riyapti, yana anaqa boshimga og'riq kirib ketadi. Aytib beraman desam, unaqa urush-janjallarni ko'pi bo'lgan. Urmaganman deb iltimos tuhmat qilishmasin. O'sha kuni ro'badaga ham borganda xuddi shu gaplarni eshitdim. Ivitoga nima bo'ldi? Ketganimning sababi arzimagan narsa. Erim bilan urushganimda qaynopam qo'shilishib meni
ering ukamga gap qaytaring deb urganlari uchun erimdan kalta yeganim uchun chiqib ketmaganman. U erimniki norma уже men uchun oddiy bo'lib qolgan. Menga eng tegan narsa bu qaynopam urganlari bo'lgan. Chunki men ularni suyanganim deb bilganman. Uyga kelishimni bilaman. Uyga emas, opam oldilariga borishimni bilaman. Opam yozgan audiolarni eshitib shokman. Men ularni даже birinchi urganlarini ham onamga aytmaganman. Hech kimga aytmaganman. Opam yomon ko'rib qolsinlar demaganman. Chunki любой qiz onasi yomon